Xorijiy internet maydonchalardan mahsulot oladigan qozog'istonliklar uchun kutish vaqti qisqarishi mumkin. Majlis bojxona orqali tartibga keltirish to'g'risidagi kodeksga kiritiladigan elektron savdoga oid o'zgartirishlar loyihasini birinchi o'qishda ma'qulladi. Endi xorijiy maydonchalar mahsuloti elektron tijorat tovarlari toifasi bilan belgilanadi. Qonunchilikka elektron savdo operatori tushunchasi ham kiritiladi va bojxona deklaratsiyasining yangi turi ishlab chiqiladi. O'zgarishlar jarayonlarini soddalashtirish, import statistikasini shakllantirish qaratilgan. Eslatamiz, o'tgan yili mamlakatda elektron tijorat Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lum qilishicha, kelgusida eksport qilinadigan mahsulotlar ro'yxati kengayishi mumkin. Savdo bir necha formatda: ochiq auksionlar, bevosita kelishuvlar va belgilangan narxlarda sotib olish orqali amalga oshiriladi.